Assalamu alaikum muhtaram televizor ko'ruvchilar. Ko'rayotganinglar Erkin Osiyo radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda mush bir hafta jarayonida radiomizda berilgan bir qism muhim xabarlarni eslatib o'tmoqchimiz. Men Erkin. Men Gulchehra. Chegarasiz muxbirlar tashkiloti Xitoyning Uyg'ur elida yo'lga qo'yayotgan axborot va tor kontrolligini tanqid qildi. Chegarasiz muxbirlar tashkiloti yana xalqaro jamiyatning Uyg'ur elidagi uchur kontrolligini bekor qilish haqida Xitoyga besim ishlatishga chaqirdi. Təşkilat bu sözlərini Xitayning Uyğur torbətlərini nazarat qilish kəskinləşib, Uyğur tordaşlarga qartılğan təhdid, tutqun qilish ahvoli avjiga chiqqan mezgildə qildi. Təşkilatning Asiya işlariga mas'ul xodimi Benjamin Ismoil Xitoyni Uyğur elidagi axborot kontrolligi va bostirish harakatini to'xtatishga majburlash uchun xalqaroning o'zaro moslashib harakat qilish kerakligini bildirdi. Məşhur siyasi məhbus Abdukerim Abduvali 12 yıllık kesilib jaza muddəti 4 qitim uzartılğandan keyin onun enisi Abdurahman Abduvali müracaatname e'lon qilib, chet eldagi Uyg'urlardan yordam talab qildi. Abdurahman Abduvalining bayon qilishicha, aks kesilgan 24 yildan buyon ularning oilasi saqchilarning nuqtaliq diqqat markaziga aylangan. Bu sababdan Abdurahman Abduvalining yaqinqi 24 yillik hayotini saqchixonaga berish va kelgan saqchilarning savollariga javob berish bilan o'tgan. Shunga u radiomiz orqali jamoatga xitob qilib, chet eldagi Uyg'urlarning Xitoyning qonunlari bo'yicha aksiga yordam qilishini talab qildi. Siyosiy mahbus Abdukerim Abduvali bundan 24 yil muqaddam turmaga tashlangan. Uningga berilgan jazo muddati to'shqan bo'lsa-mu, Xitoy doiralari uning jazo muddatini davomli uzartib turmada tutib turmoqda. Yaqında Shvetsiya Ma'rif uyushmasi bilan Shvetsiya Uyg'ur komitetining idora hayatlari orqa-orqadan Shvetsiya hukumat organlariga ochiq xat yozib, Uyg'ur elida yuz bergan qonliq voqealarning haqiqiy ahvoli haqida tushuncha berdi. Ular mazkur ochiq xatlarda birdak Shvetsiya parlamenti va hukumat organlarining navbatda Uyg'urlar duch kelayotgan milliy diniy besimga qarshi adolat maydonida turib ifoda bildirishini talab qildi. Jamiyat mas'ullaridan Nejat Turg'un qatorliqlar mazkur ochiq xat haqida to'xtalib, Uyg'ur elida yaqindan buyon yuz bergan qonliq voqealarga Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan milliy diniy besimi sababkor ekanligini alohida ta'kidladi. Turkiyada o'qiyotgan Mutallib Emin Turkiyadan Xitoyga kelib qaytishida Beijing aerodromidan tutib ketilgan va hozirgacha derki bo'lmagan. Uning do'sti Atikam Rozining Qaydasan Mutallib nomli maqolasiga qaraganda, Mutallibni Beijing davlat amonligini qo'g'dash saqchilari 15-iyul tong saharda aeroportdan elib ketgan. Atikam Rozi Mutallib g'oyib bo'lib 172 soatdan keyin Uyg'ur biz to'g'rida maqola e'lon qilib, jamoatni Mutallibning derkini qilishga chaqirdi. Mutallib Emin 2012 yılı 10 ayda İstanbul Üniversitesining jamiyatshunoslik kasbiga qabul qilingan bo'lib, bu yil 6 iyul Beijingga do'stini yo'qlab kelgan ekan. Bördalarning Arshan naisida uyi majburiy chiqib etilgan akfukalar torda murojaatnoma e'lon qilib, Xitoy doiralarining adolatsizligini aybladi. Salahiddin va Ablat ismli akfukalarning Uyg'ur biz tor bekitida e'lon qilgan murojaatnomasi Xitoy tilida yozilgan va Xitoy hukumatiga qartilgan. Murojaatnomada bayon qilinishicha, Salahiddinning onasidan miros qolgan do'kon va o'ltiraq uydan tashkillangan 139 kvadrat metrlik qo'rosi o'tgan oyning 6-kuni majburiy chiqib etilgan. Doiralar bir yil avval Salahiddin oilasiga bir yurish o'ltiraq uy va bir do'kon beramiz deb va'da bergan. Ammo uy cheqilib bo'lgandan keyin va'dasidan yenib olib, cheqilgan uyning har kvadrat metriga 950 so'mdan pul berdiganligini bekitib, hujjat tushirgan. Salahiddin oilasi bu to'lamga rozi bo'lmagan va oxiri torda murojaatnoma e'lon qilib, jamoat fikri to'plash yo'lini tutgan. 7-oyning 20-kuni Amerika Uyg'ur birlashmasi iftor faoliyati uyushtirdi. İftar Virginiyaning Fairfax shahrida joylashgan Turk-Amerika do'stlik jamiyatining zalida o'tkazildi. İftarga Dunyo Uyg'ur qurultiyi raisi Rabiya Qodir xonim, Amerika Uyg'ur birlashmasi raisi Olim Seyitov boshchiligidagi ko'p sonda Uyg'urlar qatnashdi. Birlikda iftar qildi. Faoliyat jarayonida xatni Qur'on o'qildi. Rabiya Qodir xonim va Olim Seytovlar so'z qilib, Ramazonni qutlaqladi. Kishilar uylarida tayyorlab kelgan mazali yemekliklarni boshqalar bilan tang bahramon bo'lishib, birlikda eg'iz etishdi. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh.